Manda o'xshagan samboz qilishni o'rganamisiz, bak ziyon tatsız jumu. Shekli ko'rkam, qiymati tamlik ziyofatlarda alayda etilgan samboz qilishni o'rganing. Do'stxon ko'tarib bardigan so'rinlaringizga etmengishqimi intayin mas qildi. Etilish so'lim intayin oddiy. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izdegan topolmay qolsiz. 500 gram unga 2 gram tuz, 5 gram suv may qo'yib, videoda ko'rsatgan bo'yicha changroq qilib xamir yug'irib olamiz. Qiymaga yumshoq basaydan ushaq to'g'rab tayyorlab olamiz. Qozonga azroq may qo'yib, videoda ko'rsatgan bo'yicha go'shtni sarg'aytib qo'rib olamiz. Mening ishlatganim xotin deyarli yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan Otbuloq birinchi darajalik qichimiyi. Otbuloq tabiiy maylarini sizlar bir ishlatib sinab yiqinglar, ta'mi kelib ketmaydi. Go'shtni videoda ko'rsatgandek bekara qo'riytimiz. Uningdan piyoz, azroq tuz silib, piyoz izligich qo'rib olamiz. Endi bilan cho'naq bir qachiq silib, tam xurishlaridan zira aqmish qarmishdan silib, tekshilashtirib qiyim qilib olamiz. Endi qizil yurakdan birini berib etimiz. Har kuni shunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni yetishni o'rgatma. Qo'llash ustidan inkas rayini haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'ingizga rahmat. Endi xamirni banshir jildiz ochgandek yumaloq ichib tayyorlab olsanglar bo'ldi. Men uni avarchilik ko'gashga cho'ngroq yeyib, videoda ko'rsatgandek mana mush xilalatni tekshir qilib kesib oldim. Buni tegish usulimi intayin oddiy, videoda ko'rsatgandek jildining o'rtasi qiyminilib, cho'rsini chang besib yemilib olgandan keyin cho'rsni mushnaq kesib gul chiqarib olamiz. Sambozni videoda ko'rsatgandek men mushqilalatda hammasini tugib tayyorlab bo'lgandan keyin normal qizg'an mayga silib pishirib olamiz. Diqqat qildigaysizlar, mayning gradusini bek yuqori qilib atmaymiz. Videoda ko'rsatgandek oldikayni sarg'aytib taqsiga olsaqli bo'ldi. Qaranglar o'xshab ketganiga, uydagilarga manda samboz qilib beradigan bo'lsanglar maqtab turib yeptidu. O'rganib oldingizmi?